Yo do'stlar, endi sizlar bilan biz Livik o'ynaymiz. Biz bundan oldingi qismda biz TDM o'ynagan edik. Unda biz 8 ta kill qildik. Bizning sheriklarimiz kuchli chiqdi. O'shanchalik ham ularda 2 ta odam bor edi. O'shaning uchun biz yutdik. Shunchaki men ko'p kill qila olmadim. Endi sizlar bilan hozir Livik o'ynaymiz. Do'stlar, like bosinglar menga. Men o'zi YouTube kanalimni endi ochdim. Ko'p odam ko'rmayapti. Maysa ko'p like bosmayapti. Ko'p odam ko'rib, ko'p like bosinglar, men ham o'shanda mashhur bo'lib ketaman. I got 5 eliminations just now. It is showtime. Tobor olamiz deb kirganmiz shu o'yinga. Meni sheriklarim shunaqa chiqdi. Bakayam. Meni sheriklarim shunaqa lekin yaxshi. Meni o'zimni qanaqa o'ynashimga baho beringlar. Sizlarga shu bilan yashirin joylarda ham ko'rsataman. Lekin videoda sizlarga yashirin joylarda ko'rsataman. Seriyalarimiz yaxshi, kuchli. Agar shu videoda 100 ta like kelsa, men akkaunt azor qilaman. Junior da yapsalar çıkardı. Sizlarga maslahat ko'pincha mashhurga tushib havoda tushadi. Har esa o'rgatuvchilar aloqasi kam bo'ladi. Ko'pincha shu uyga ko'ringlar. Kildan qo'rqib qolsanglar ham baribir lekin hali ko'p kill ko'p yashab olasizlar. Hozir arbaletda bitta kill qilsam, like bosasizlar. Arbaletda men o'ynashni bilmayman-ku, lekin harakat voy, o'lib ketdim. Pepe degan otib qo'ydi beni. Don't give up. Your teammates can still recall you. Ikkinchi meni chaqirib qo'ying, iltimos.